Meni xonadonimga kelib janjal qilishni kim qo'yibdi sizga? Nima deyapsan? Nimaga meni urasiz? Ayol kishiga kuchingiz yetdimi? Qashqadaryoda ayol mahalla raisi tomonidan kaltaklanganligi aks etgan video xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqab, jamoatchilikning muhokamasiga sabab bo'ldi. Mahalla raisi qilib taylagan shu ahvolga. Shu darajaga keltirib taylagan mahalla raisi. Ma'lum bo'lishicha, holat 2025-yilning 15-mart kuni Qashqadaryo viloyati Ko'ktala tumanida ro'y bergan. Qayd etilishicha, Zum mahalla fuqarolar yig'ini raisi o'zini yaqin qarindoshi bo'lgan ayolni o'z xonadonida kelishmovchilik sababli urib, tan jarohati yetkazgan. Tikilgan 7 ta joyidan, ichkari tarafdan, tashqari tarafdan holsiz yotibdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati o'zining rasmiy sahifasida ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda ekan. Demak, biz bu mavzuga yana qaytamiz. Kelishmovchilik nima uchun kelib chiqqani hozircha bizga qorong'u, lekin ayol kishini kaltaklashga hech qanday bahona sabab bo'la olmaydi.